Kafansiz ko'milganlar. O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo Xolmirzayev tomonidan yozilgan ushbu asar avtobiografik asardir. Asar 1951-yilda yozila boshlangan bo'lib, 1989-yilda yakuniga yetkazilgan. Ushbu asar dastlab O'zbekiston mustaqillikka erishgach 1991-yilga kelibgina Adabiyot va san'at nashriyoti tomonidan chop etilgan. Bu asar ozod Turkiston yo'lida qizillarning oqlariga nishon bo'lgan. Kafansiz ko'milganlar, tirik ruhlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, G'ozi Yunus o'g'li, Usmon Nosir, Ubaydulla Xo'jayev kabi mas'um va mazlum millionlarning aziz xotiralariga bag'ishlanadi. Kafansiz ko'milganlar, Qatag'on davri dashlari, sho'rolar davri, vatan xoini, bosmachi va chet el josusi kabi tamg'a hamda uydirmalar bilan Sibir kabi manzillarga surgun qilingan yoki qatl etilgan Turkiston ziyolilari qismat haqida hikoya qiladi. Shukrullo ham Qatag'on yillarining ikkinchi to'lqinidan jabr ko'rgan va Sibirga badarg'a etilgan o'zbek ijodkorlaridan, sho'ro hukumati lagerida og'ir azob uqubatlarni boshdan kechirgan jabrdiydalardan biri bo'lgan. Uning ushbu romani ana shu voqealarning badiiy ifodasidir. Sobiq Sovet ittifoqi 70 yil mobaynida Turkiston xalqlariga shunday zulm sitamlar qilganki, uni hech qachon unutib bo'lmaydi. Sho'ro hukumati 1920, 1937, 1938, 1952-yilda mustaqil Turkiston g'oyasini ilgari surayotgan jadidchilik harakati vakillariga nisbatan qatag'on siyosatini olib bordi. Xo'sh, jadidlar kimlar? Ularning maqsadi nima edi? Ularni nima uchun yo'q qildi? 1917-yil 28 fevral Rossiya imperiyasida yuz bergan inqilob 300 yildan ortiq mobaynida hukmronlik qilib kelayotgan Romanovlar sulolasini ag'darib tashladi. SSSR Ichki ishlar xalq komissiyaligi 1937-yil 10 avgustdan 1938-yil 1-yanvardagi vaqtda O'zbekiston bo'yicha jami 10.700 kishini bosmachi deb qamoqqa oladi. Ulardan 3613 kishini otuvga, 7087 nafarini 10 yil muddatga qamoq jazosini beradi. O'zbek xalqi Ikkinchi jahon urushida jonkuyarlik, fidokorlik ko'rsatishiga qaramasdan 1952-yil yana ziyolilar, davlat xoini, chet el josusi deb qilichdan o'tkaziladi. Minglab insonlar Rossiyaning eng chekka, sovuq o'lkalariga surgun qilinadi. Jadidlar o'zlarining oldilariga Turkiston milliy uyg'onish davrida yuzaga keltirishni, o'lkada ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy islohotlarni o'tkazish, milliy mustaqillik g'oyasini hayotga tatbiq etish kabi maqsadlarni oldiga qo'yadi. Vatan qayg'usi va quvonchini o'z qalbiga yaqin olgan inson o'zgalar qayg'u va quvonchlariga befarq qarab turolmaydi. Shukrulloning Kafansiz ko'milganlar asari nafaqat bir insonning taqdiri haqida, balki butun bir millatning og'rig'ini, adolatsizlik va zulm qarshisida sabr va iymonni ifoda etgan tarixiy badiiy hujjatdir. Asarda muallif o'z hayoti misolida Sovet tuzumi davridagi repressiya, tuhmat va inson qadrini toptalishi kabi mudhish voqealarni haqiqiy yoritgan. Ushbu asarni aziz kitobxonlar barchangizga o'qishni tavsiya etaman.